Sizlar najot topish uchun bandada ixlos bo'lishi kerak ekan. Har qanday amalni Alloh uchun qilyapmizmi? Demak, unda ixlos bo'lmasa, u bo'lmas ekan. Samara bermas ekan. Ixlosli bo'lmasa, Allohning roziligi uchun qilyapman degan haqiqiy ma'nodagi ixlos bo'lmasa, har qanday katta amallar bo'lmasin, unda ixlos bo'lmasa, undan foyda yo'q ekan. Shuning uchun najot topishni istagan odam qilayotgan amalini ixlos bilan qilishligi kerak. Ixlos bo'lmasa bo'lmaydi. Umraga boryapti odamlarimiz, hajga boryapti, juda ko'p holatlarda biz guvoh bo'lyapmiz. Mana shu qilayotgan amallari riyoga aylanib qolayotganligini o'zlari bilmay qolyapti. Allohning baytini tavof qilib yurganda yoki bo'lmasa Ravza-i Muborakda yoki Safo va Marvada shunga o'xshash amallarni bajarayotganda o'zlarini suratga olib ommaga namoyish qilish. Demak, u joyda ixlos yo'q. Ixlosning o'rnini keraksiz narsalar egallab oldi. Shunda ulug' ziyoratga bordi. Hamma narsani yig'ishtirib qo'yib, ixlos bilan ibodat qilish kerak emasmi? Ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirib, hatto shunday sharafli bir amal borda azizlar. U millionlab odamning qaysi biriga munosib Alloh ravo ko'radi, qaysidir insonga nasib qiladi. O'sha narsani ham riyoga aylantirib savobidan behbahra qolib ketayotgan insonlarni guvohi bo'lyapmiz. Ular kim? Millionlab odamlarning bittasiga nasib qilish mumkin. Onasini yelkasiga olib Ka'bani tavof qildirayotgan odam videoga olib hamma joyga namoyish qilyapti. Aslida bu sharaf-ku, bu millionlab odamlarning orasida sengagina nasib qilgan edi-ku. Shunday go'zal ibodatga borib, onasini yelkasiga olib tavof qildirish qanaqangi buning savobi ulug' edi. O'sha savobni ham riyoga almashtirib qo'yapti. Ya'ni onasini ko'tarib yurganligini atrofdagilarga ko'z-ko'z qilyapti. Demak, shunday go'zal amalda ixlos yo'q. Ixlos yo'qda, ya'ni haqiqatda shu tavofni Allohning roziligi uchun mana onamni yelkamga olib ixlos bilan tavof qildiryapman degan niyat yo'q. Mana shu amallari riyoga aylanib ketganligi uchun savobidan bebahra qolib ketadi.